Barchaga assalomu alaykum azizlar, yaxshimisizlar? Bu reelsim ayollar uchun, vatandoshlarim uchun. Hozirda Florida shtatida yashab kelmoqdaman va 2 oydan beri men inglizlar bilan ishlab kelmoqdaman. U yerga qanday ishga kirdim desanglar, bafurja aytib beraman. Birinchidan, mingta joyga apply to'ldirgan bo'lsam, ya'ni anketalarni to'ldirib ishga topshirgan bo'lsam, hammasidan отказ keldi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, o'rtog'im Panera Breadga tashabbur, u yerga doim odam kerak bo'ladi dedi-da. Panera Breadga apply qildim va menga xat keldi собеседование haqida. Собеседованиеga borganimdan keyin 3 ta savolgina berdi. O'zing haqida aytib ber dedi. Ikkinchi savol, nega aynan Panera Breadni tanlading dedi. Uchinchi savol esa, sen o'qishni bilasanmi dedi. Va suhbat mobaynida men ingliz tilini yaxshi bilmayman, mukammal bilmaganim uchun shu meni aybim. Atak любой ish bo'lsa men qilib ketaveraman dedim. Desam, "Okey" dedi-da, "O'qishni bilasanmi?" dedi. "Da" dedim. Keyin bir kun kutdim, 2 kun kutdim, 3 kun kutdim. 4-chi kundan keyin nima дружеский pismo yozdim. "Assalomu alaykum, men palonchiman. Palonchi kuni suhbatim bo'ldi. Meni ishim nima bo'ldi?" degandan keyin menga javob berishdi. Va o'rtoqlar, inglizlar bilan hozirda ishlab kelmoqdaman. 2 oy ichida tilimni shunaqa mukammal qilib oldim. Agarda sizlarga shu tema qiziq bo'lsa, plus belgini qoldiring va sizga aloqaga chiqaman.